Aziz kuzatuvchilar, Termiz iqtisodiyot va servis universiteti media jamoasi o'zining yangi yuzma-yuz loyihasini boshladi. Loyiha doirasida professor o'qituvchilar, talabalar va universitet faoliyatiga doir suhbatlar olib boriladi. Shuni mamnuniyat bilan ayta olamizki, universitetimiz xalqaro maydonda o'z o'rni va nufuzini tobora kengaytirib bormoqda. Birgina 25-yilning o'zida oliygohimiz xalqaro global ekologik reytingda top 1000talikdan joy oldi. Shuningdek, Turkiya oliy ta'lim kengashi a'zoligiga qabul qilindi. Bundan tashqari universitetimiz Indoneziya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Angliya, Janubiy Koreya va Xitoydagi nufuzli universitetlar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yib, talabalar uchun 2 diplomli o'quv dasturlarini joriy etdi. Shu bilan birga dars mashg'ulotlariga 30 nafardan ortiq professor o'qituvchilar jalb qilindi. Fikrimiz isboti sifatida ayni damda Hindiston Milliy tadqiqot universitetining kimyo fanlari doktori professor Denzil Britto Termiz iqtisodiyot va servis universiteti tibbiyot fakulteti talabalariga ta'lim berib kelayotganini keltirishimiz mumkin. Bugun ularni studiyamizga taklif etganmiz. Salom, Mr. Denzil. Sizni ko'rib turganimdan xursandman. Studiyamizga xush kelibsiz. Avvalo, o'zingiz haqingizda qisqacha ma'lumot bersangiz. Taklif qilganingiz uchun katta rahmat. Men Denzil Britto, tibbiyot fakulteti professori va kimyo fanlari doktoriman. Hozirda tibbiyot talabalariga tibbiy kimyo fanidan dars berib kelmoqdaman. Asli hindistonlikman. Tamil Nadu shtatining Nilgiri tumanidanman. Ma'lumot o'rnida aytishim mumkinki, Nilgiri so'zi tog'lar malikasi degan ma'noni anglatadi. Men Utidagi Government Arts College'da kimyo yo'nalishi bo'yicha bakalavr va magistr darajalarini olganman. So'ngra Chennay shahridagi Anna universitetida organik va materiallar kimyosi bo'yicha doktorlik dissertatsiyasini himoya qilganman. Sizni O'zbekistonda ishlashga nima undadi? Hammasi o'zbekistonlik do'stimning Hindistonga ilmiy tadqiqot uchun kelganidan boshlangan edi. U tadqiqotini yakunlab, yurtiga qaytayotib, meni O'zbekistonda o'tkaziladigan konferensiyada ma'ruza qilishga taklif qildi. Keyinchalik xorijiy universitetlarda ish va ilmiy faoliyatini davom ettirish imkoniyatlarini izlayotganimda, aynan shu do'stimning tavsiyasi bilan Termiz iqtisodiyot va servis universitetidagi bo'sh ish o'rinlari haqida xabar topdim. Universitetning nufuzi hamda rahbariyat tomonidan ta'lim va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish uchun keng sharoitlar yaratilayotgani e'tiborimni tortdi. Yangi madaniyat va tanishish, o'z sohamda yangi qadam tashlash va hayotimda yangi sahifa ochish ishtiyoqi meni bu yerga kelishga ilhomlantirdi. Shu tariqa o'z bilimlarimni O'zbekistonda qo'llashga va yangi tajribalar orttirishga qaror qildim. Termiz iqtisodiyot va servis universitetida ishlash siz uchun qanday yangi tajribalar berdi? Ochig'ini aytsam, dastlab muloqot masalasida biroz qiyinchiliklarga duch keldim. Chunki o'zbek tilini hali yetarli darajada bilmayman. Hozircha asosan hamkasblarim va universitet xodimlari bilan muloqot qilyapman. Albatta bu vaqtinchalik muammo va men bu vaziyatga moslashib bormoqdaman. Professional qiziqishlarimni universitet muhitida rivojlantirib boryapman. Bu yerdagi ta'lim tizimi Hindistondagidan biroz farq qilsa-da, bu men uchun yangi va qiziqarli tajribadir. Ayniqsa ingliz tili guruhlarida tahsil olayotgan talabalarimiz juda ochiqko'ngil va do'stona. Ular bilan ingliz tilida erkin muloqot qilishimiz menga o'zimni qulay his qilishimga hamda dars jarayonlarida faol bo'lishimga katta yordam bermoqda. Ilmiy faoliyatimga to'xtaladigan bo'lsam, tadqiqotlarimiz doirasida o'tgan yilning dekabr oyi oxiri va 2026-yilning yanvar oyi boshida kafedra mudiri bilan birgalikda Toshkentdagi Bioorganik kimyo institutiga bordik. Tashrifimizdan maqsad o'zaro hamkorlikda ilmiy tadqiqotlar olib borish masalalarini kelishib olish edi. O'ylaymanki, bunday ilmiy hamkorlik shaxsiy rivojlanishim bilan birga universitetimiz nufuzini oshirish va ilmiy ishlarimizni yangi bosqichga olib chiqishda juda foydali bo'ladi. Dars berishda qanday zamonaviy metodlardan foydalanasiz? Ilmiy tadqiqot sohasida 10 yildan ortiq tajribaga egaman. Men uchun darslar shunchaki ma'ruza emas, balki jonli va interaktiv muloqot. Odatda darsni boshlashdan avval talabalarning qiziqishini uyg'otish uchun kichik bir usuldan foydalanaman. Ularga kundalik hayotimizda uchraydigan yoki tibbiyotda dori sifatida ishlatiladigan organik molekulalar haqida so'zlab beraman. Bu orqali talabalar o'rganayotgan nazariy ma'lumotlarni amaliyotda qanchalik muhimligini his qilishadi va mavzuga nisbatan ishtiyoqlari ortadi. Shundan so'nggina asosiy dars mavzusiga o'taman. Mamlakatingizda talabalar bo'sh vaqtini qanday o'tkazadi?
Hindistonda kino sanoati juda rivojlangan. Shu sababli talabalarning bo'sh vaqtlaridagi eng sevimli mashg'ulotlaridan biri kinoteatrlarga borishdir. Bizda kinoga tushish shunchaki dam olish emas, balki yoshlar hayotining ajralmas qismiga aylangan. Shu bilan birga Hindistonning har bir hududi o'ziga xos madaniyat va muhitga ega. Masalan, mening ona yurtim Nilgiris haqida gapiradigan bo'lsam, bu yer o'zining baland tog'lari va yam-yashil tabiati bilan mashhur. O'zbekistonlik yoshlarning ta'limga bo'lgan munosabatini qanday baholaysiz? Men bu yerga kelganimda dastlab mahalliy ta'lim tizimini yaxshi bilmasdim. Birinchi, ikkinchi kurs talabalari bilan muloqot qilganimda ulardan tibbiyot yo'nalishida o'qiyotganingizda qaysi fanlarni o'zlashtirasiz deb so'rardim. Ular menga stomatologiya, kardiologiya kabi tor mutaxassislik fanlari ro'yxatini aytishardi. Ular ro'yxatda tarix fanini ham tilga olishganida juda hayron qoldim. Chunki tibbiyot bilan tarixning qanday bog'liqligi bor deb o'yladim. Keyinchalik angladimki, bugungi yoshlar o'zlari yashayotgan zamin, biz yashayotgan dunyo va millat ko'plab vatanparvarlarning kurashlari bilan qurilganini aslo unutmasliklari kerak ekan. Aynan shu sababli ular O'zbekiston tarixini chuqur bilishlari talab etiladi. Universitetdan hattoki tibbiyot yo'nalishida ham talabalar mamlakat tarixini jiddiy o'rganishlari meni juda ilhomlantirdi. Bu haqiqatdan ham muhim va maqtovga sazovor yondashuv. O'zbek madaniyatida sizni eng ko'p hayratlantirgan jihatlar, qaysi an'analari sizga ko'proq yoqdi? Meni bu yerdagi eng ko'p hayratlantirgan narsa zamonaviylik va qadimiy an'analarning go'zal uyg'unligidir. O'zbek xalqi o'zining ko'p asrlik tarixini va milliy qadriyatlarini juda qattiq e'zozlaydi. Tibbiyot talabalarining qasamyod marosimida ishtirok etdim. Tadbir davomida bir nechta milliy raqslarni ko'rdim. Bu mening o'zbek raqslarini ilk bor ko'rishim edi. Ularning musiqasi juda chiroyli, muhiti esa nihoyatda samimiy va ta'sirli edi. Raqslardagi nafosat va hayotiylikni his qildim. Undagi jo'shqinlik va energiya odamni beixtiyor raqsga chorlaydi. Ayrim raqslardagi qo'l harakatlarining nafisligi go'yo hind klassik raqslaridagi harakatlarni eslatadi. Har bir harakatda bir hikoya, bir ma'no mujassam ekaniga amin bo'ldim. O'zbekistonlik yoshlarning ta'limga bo'lgan munosabatini qanday baholaysiz? Men darslarimda talabalarga faqatgina kitoblar bilan cheklanib qolmasdan, turli amaliy loyihalarda faol ishtirok etishini tavsiya qilaman. Ular auditoriyadan tashqariga chiqib, amaliy mashg'ulotlar qilishlari kerak. Masalan, oxirgi darsimizda talabalarga bir oylik maxsus topshiriq berdim. Ular o'z qishloqlariga borib, oilasining keksa a'zolaridan an'anaviy davolash usullari, shifobaxsh o'simliklar va tabiiy yog'lar haqida ma'lumot to'plashlari kerak edi. Men ular bilan suhbatlashib, rasm va videolar olib hisobot tayyorlashni so'radim. O'zbekistonning boy an'anaviy tabobatini chuqurroq tushunishlari uchun ulardan suhbatlar asosida hisobot tayyorlashni, jarayonni foto va videolarga muhrlashni so'radim. O'ylaymanki, bu O'zbekistonda qo'llanib kelinayotgan an'anaviy tabobatni tushunishga yordam beradi. Bu orqali ular ko'proq bilim va ma'lumot olishlari mumkin. Mr. Denzel, studiyamizga kelganingiz va mazmunli suhbatingiz uchun sizga minnatdorchiligimizni bildiramiz va ezgu rejalaringizda muvaffaqiyat tilaymiz. Katta rahmat. Azizlar, bizni kuzatishda davom eting. Termiz iqtisodiyot va servis universiteti faoliyatiga doir ma'lumotlarni taqdim etishda davom etamiz. Fikr va takliflaringizni izohlarda qoldirishingiz mumkin. Kelgusi suhbatlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.